ovqatni ta'mini his qilish uchun biz qornimiz ochgandagina ovqatlanishimiz kerak. Tushunyapsizlarmi? Bir xil ovqatni ta'mini his qilmaydi. Ming u zo'r bo'lsa ham. Nega? Chunki qonni ochmasdan to'q qoringa dasturxonga o'tiradi. Mana darslarni sog'inamiz, nega sog'inamiz? Chunki haftada 2 marta bo'ladi. Agar balki bir xil shunga ham ko'nikar. Balki har kuni qilsak yoki har kuni 2 mahaldan mana shu mavzuni o'tirsak, demak e'tibor biroz susayishi mumkin. Xuddi shunga o'xshab ovqatda ham, uyquda ham, uyqingiz kelsa, tabiiy uyqingiz kelsa, keyin uxlang. Uyqu kelmas yotaversa, unda bo'lmaydi. Tushunyapsizmi? O'rtacha 10-10:30 da o'zi sog'lom insonni o'zi miyasiga keladi, garmon ishlab chiqariladi. Melatonin garmoni ishlab chiqariladi tanada. Bo'ldi, tabiiy uyqingiz keladi. Bo'ldi, o'shanda yotish kerak. O'zingizni majburlab qilasangiz, yo'q ovqat yegingiz kelmasa ham endi yeyishim kerak ekan deb majburlab yesangiz yoki ovqat yegingiz kelmasa ham ko'rib qolib, xolodilnikni ochib bir narsalarni ko'shaversangiz, tanamizga ham rahm qilishimiz kerak biz. Tanamizga ham. Uni mahrum ham qilib qo'ymaylik ovqatdan, uyqudan va uni bo'ktirib ham qo'ymaylik. Ovqatga ham, suvga ham, uyquga ham. Tushunasizmi? Mo'tadillik eng yaxshi holat. Mo'tadillikka yetmaydi.